Olishman. 43 yil Toshkent shahrida raddomlarda ishladim. Hozir pensiyadaman. Turib oyoqlarim og'ridi. Chunki men ishlagan vaqtimda har oy 10 tadan dejurство berardim. 10 kun uyimda uxlamas edim. Kechasi bilan raddomda ishlab chiqardim. Shundan pensiyaga chiqqandan keyin oyoqlarim og'ridi qizim. Artroz, gonoartroz, 2-3 daraja, yura olmayman, zo'rg'a yurar edim. Keyin qizim aytdi-da, shunaqa stilka bor ekan, sizga yaxshi oyog'ingizga shuni toping deb Salixani telefonini berdi, telefonlashib keldim. Uje pul olib keldim, men olib ketaman deb. Olib keldim, 500 ga kirdim. O'zimga olib kiydim, yana ro'mol oldim, ochki oldim, shunaqa qizlarimga oldim. Hammamiz olib kiyib yuribmiz, yaxshimiz. Navaram kompyuter bilan ishlardi, ko'zi qip-qizil bo'lib kelardi. Ochki kiyib qo'ydik, hozir ko'zi yaxshi. Mana undan keyin tanishlarimga aytdim. Bitta xotin ko'zimizda tagida nima bor? Tubida 4 qavat bor, qon tomirlar. O'sha qon tomirlari yorilgan ekan. U zeylan sotar ekan, pulni ko'rmay qoldi. 5 so'm, 10 so'm shunaqa. Keyin eshitib yugurib pulni ko'tarib keldi. Menga bering, men to'qay deb. To'xta, bir oyga ko'zi yaxshi bo'lib, pullarni ko'radigan bo'ldi, savdo qiladigan bo'ldi. Yaxshi. Undan keyin nima? Qo'shnim. Men oldin ularga yurardim, naql yurardim. Keyin biroq qarasalar majbur ketyapman. Keyin xo'jayinlarga aytdi, Muhammad opam yaxshi yuryaptilar, nima qildilar? Bo'ldi, so'radi. Keyin nima